Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Bugun 8-may, juma kunimiz. Hammaga xayrli bo'lsin. Mana biz kitayskiy rozani mana gigantskiy tuvakka o'tkazdik. Gigantskiy tuvak. O'zini tuvagi kichkinalik qildi, keyin gigantskiy tuvakka o'tkazdik. Barglari yomon bo'lgan juda qanaqadir so'rg'in, xafa bo'lib o'tiribdi. Nimagadir. Bu tuvakka o'tkazdik. Judayam katta bo'lib ketdi. Uyga sig'madi. Olib chiqdik ko'chaga. Gullashini kutamiz endi. Buni gullamayapti. Bu yerga kangunlarimni ekkanman. Biyogomizga qo'maralashtirib. Bugun hamma tuvaklarni topib qo'limga tushgan tuvakka tuproq solib nima qildim? Har xil tuvaklar. Gul ekib tashladim bahordan foydalanib qolay. Qo'limga nima qanaqa tuvak, rangi, katta kichikligi farqi yo'q. Qanaqa topsam hammasini olib kelib ekdim. Taji chiqib qolibdi. Chiqish kerak bu gullarimiz. Hammasiga gullarni ekkanman. Bu yoqqa yana sizlarga bir surprizim bor. Asrab qo'yimman buni. 5 kun 6 kun bo'ldi bunga. Krupniy list gortenziya. Chirinka qilgandim, mini teplitsa qilib. Barcha chiqargan, juda ham xursand bo'ldim ko'rib bularni. Mini teplitsa qilib qo'ydim. Barcha chiqargan bular. Juda ham go'zal, xursand bo'laman ko'rsam. Bahordan foydalanib qolay, kesib ko'p kesuvdim, hammasini suqib chiqdim. Nima, shtobi bular ham ko'paysin, juda ham gortenziya ham ko'p bo'lsa xursand bo'laman-da. Mana bu tuvakchamni ko'ringlar. Bunisiga ham ko'karganlari bor. Hammasini har kun ochib sirkulyatsiya qilib havosini bir almashtiraman, ko'raman. Xursand bo'laman. Ekkan narsam ko'karsa, amalga kirsa juda xursand bo'lib ketaman. Hammasi bitta ochib ko'raman. Bunga ham ko'karganlar bor. 100% ko'kargan deb aytolmayman, lekin ko'kargan. Ichiga bir 3-4tasi ko'karmagan bo'lishi mumkin. Lekin ko'kargan barchasi. Bu metelchitel gortenziya. Metelchiteldan ham kesib qildim. Juda ham kaprizni metelchitel. Kesib suqib qo'yganman. Bunga ham bor bir 5-6tasi ko'kargan. 7tami? No ko'karganiga shukr deyman. Ana bu ichiga chirmashib o'sadigan bir narsalar ham chiqqan. Endi gung aralashtirganim uchun shunday bo'lganmi? Bilmadim endi. Buni qo'rachaga solib qamab qo'ydim, shtobi shamollardan asrab tursin, uchib ketmasin deb. Bu gullarim ko'rib xursand bo'laman. Agar shuncha gullarim gullasa, bog'im chaman bo'ladi. Bu bolgarchamni baklashkan kesib, gung solib ekib qo'ydim. Vaqtli ekkan ekanim. Sovuq olli, hay, mayli, mana yana qarang, yangi chiqqani ham bor. Bunisi yaxshi. Bunim ozgina silabroq, lekin o'sib ketadi. Bu yoqqa kangulimdan gigant tuvakka kangulimdan ekkanman. Chiqqan. Ana ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli bo'lib chiqibdi, nasib bo'lsa. Odam xursand bo'lar, ekkan narsasi birinchi ko'rishlari chiqishi. Mana qarang. Buni asarligini qarang. Nasib bo'lsa biram bu katta bo'lib gullab beradi. Ko'zlarim xursand qilib. Yana qidirib topolmayman lekin. Yo'q, boshqa chiqmagan menimcha. Hay, chiqadi. Nasib bo'lsa havolarimiz uncha isimyapti, yomg'ir kelmayapti. Endi bu yog'iga nima ekkanman? Pomidorchalarim bular.
Tuvaklarga o'tkazib qo'ydim. Qo'limga nima tushsa o'tkazyapman to'g'risi. Tuvagim uncha ko'p emas, kam tuvagim. Lekin o'ssa bo'ldi-da, to'g'rimi? Bunisiga endi ekaman. Solib qo'ydim, yana bitta pomidorcham qolgan-ku.